Hop, assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, bu uyda Koreyadagilar uchun Koreyadagi bolalar biladi, GS, CU shunaqa magazinlar bor 24 soatlik. Shulardan bittasida ishlayman, CUda. Endi boshlanishda qidirganimda qiyin bo'lganda o'zimda YouTubedan qaraganman. O'zbekchasi yo'q, hammasi korischada. Shunga Koreyadagi o'zbeklar uchun shu do'konda ishlash qanaqa bo'lishini, nima qilish kerak, shularni boshidan o'rgatib bormoqchi bo'lyapman. Shunga bugun boshlaymiz birinchi kundan. Hop, kelamiz. Mana ishga kirdingiz. Birinchi qiladigan ishingiz o'z vaqtida kelish albatta. Keyinchalik kelib turib, birinchi qiladigan ishingiz sizdan oldingi odamdan pulni qabul qilib olish kerak. Pul to'g'rimi, yo'qmi? Xo'sh, uni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda insuingeni bosamiz. Mana insuinga. Mana pul chiqadi. Mana bu pulni sanashimiz kerak. Tekis bo'lishi kerak-da, to'g'ri hammasi. Mana yozib qo'yibdi. 50 ming nechta, 10 ming nechta, mana bu yerda hammasini narxini, pulni hammasini yozib chiqamiz bitta-bitta. Mana ekranga bemalol bossangiz bo'ladi qo'lingiz bilan. Mana bosasiz 10 ming. 10 ming nechta? Xo'p, 10 mingni sanaymiz. 10 ming 4 ta ekan. 4 tani qo'yamiz. Mana kamayadi. Mana pulimizni ham sanab oldik. Mana bu 00 bo'lsa, demak to'g'ri. Bemalol qabul qilsangiz bo'ladi. Agar minus bo'lib kam chiqib qolsa, misol uchun 10 ming kam chiqib qoldi, misol uchun bitta kam. 3 ta deb olsak, sizdan oldingi odamdan olishingiz kerak bu pulni. Siz minus bilan qabul qilib olishingiz kerak emas. Yoki bir xo'jayinni o'ziga aytib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz shu. To'g'ri qilib olamiz, keyin kiritamiz, tingroqni bosamiz. Mana hammasini chek qilib chiqsak, pluginda bossak bo'ldi, tugadi. Insuinga o'zi qilingan bo'ladi. Bo'ldi, qabul qilib oldik. Birinchi ishimiz shu. Endi keyingi videolarda kezan qanaqa qilishdi, naqd pulda qanaqa qilishdi o'rgataman keyingi videolarda. Sizlar kommentariya, layklaringizga qarab